Assalomu alaykum do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar iltimos. Alhamdulillah do'stlar, Allohimga shukrki, sizlarning duolaring bilan, Allohimning mehribonligi bilan hamma og'riqlar qoldi. To'g'risini aytsam, yoshligimdan beri bunday og'riq ko'rmagandim. Juda qattiq og'riq bo'lib do'stlar, kasal bo'lib qoldim. O'zbekistondagi barcha doktorlarga rahmat aytaman. Butun Esengidan telefon kelyapti. Qirg'iziston, Tojikiston nima bo'ldi deb do'stlar. Hammalaringga kattagan rahmat do'stlar. Do'stlar, mana admin nomerlar shu darajada ko'p telefon keldiki, ko'tara olmagan bo'lsa uzr ming bor. Bundan tashqari do'stlar, bilasizlar, Nodirbekning homiysi Raya kompaniyasi hozir Nodirbekga telefon qilib, obunachilaringga men sovg'am bor. Faqat bu sovg'ani sen hadya qil dedi. Nodirbek o'zingiz ayting, bu sovg'ani 4 kishiga sovg'a ataldi, men ayta olmayapman. Hozir shunday sovg'a taklif qildiki do'stlar, hayratdaman, to'g'risi. Xullas do'stlar, mani obunachilarimga 4 ta sovg'a bu umra yo'llanmasi. Mashalloh. Do'stlar, Umraga men bilan inshaalloh do'stlar ro'za oylarida birga o'tkazamiz. Endi do'stlar shunday podeshka bo'lyapti. Rayaga ham bir podeshka qilib yuboraylik. Obuna bo'lib, qo'ldan kelgancha, chunki hamma insonda bir-biriga qanaqadir manfaat bo'ladi. Qanaqadir yaxshilik bo'lsa, atvet bo'ladi. Nodirbek, mana biz safarga chiqamiz. 2 kundan keyin sayohatga chiqamiz. Yo'limizdan chiqqanki odam Rayaga obuna bo'lgan bo'lsa, o'zimizni Raya ichimliklaridan 100 mingdan sovg'alar tarqatib ketamiz. Bundan tashqari, 4 ta umradan tashqari do'stlar, Rayaga obuna bo'lib qo'ying, inshaalloh mana 4 ta odam bilan birga umraga boramiz yana. Albatta uni Davay do'stlar, 500 mingga boramizmi? 500 bosib oringlar do'stlar. Bosib oringlar do'stlar, bitta dona profilga podpiska bo'lasizlar. Shunaqangi xursand bo'lsin. Bu sovg'a do'stlar haqiqiy Allohning uyini xohlagan insonga nasib qilsin, ilohim. Ilohim eng muhtoj oilaga nasib qilsin, ilohim. Videoni maksimal tarqatib, like bosib, podpishka qilib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar do'stlar. Inshaalloh do'stlar, sizlar duolaring bilan mana hammasi yaxshi, sizlarga kattagon rahmat. Hech kim kasal bo'lmasin do'stlar.